Kabob o'zbek xalqining eng sevimli taomlaridan. Aynan shu dargohda kuniga yuzlab kilogramm jaz, qiyma, tovuq, steklar tayyorlanadi. O'zining sifatli va mazali retsepti bilan mijozlari ko'nglidan joy olib kelayotgan brend. Kaboblar va pishirish uchun anjomlarni turfa qili siz uchun muhayyo. Marino, halol va sifatli. Bo'ldi, o'chiring. Assalomu alaykum hurmatli YouTuberlar, salomatmisizlar? Biz har safar video tayyorlashimizdan oldin sizlar bilan maslahatlashib, sizlarning fikringizni inobatga olgan holatda video rolik tayyorlashga qaror qilamiz. Bu safargi videoyimizni bo'lsa, haggilar haqida video tayyorlashga qaror qildik. Shaharda haggi tayyorlaydigan joylar juda ham ko'p. Ularning narxi, mazasi, joylashuvi, shunga o'xshagan barcha ma'lumotlarni bugungi videoyimizda ko'rib chiqamiz. Siz bo'lsangiz, video ko'rishdan oldin like bosib, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Qani bo'lsam boshladik. Biz birinchi bo'lib Taqachida joylashgan Taqachi Foodga keldik. Bu yerda biz xohlaganda shu haggilarni tayyorlashar ekan. Shuning uchun bizga bu joy maslahat berishdi. Taqachi Food o'zi Taqachini qaysi ma'noda anaqa ko'zga ko'ringan bir brendlardan bittasi hisoblanadi-da. Nobodagi bu yerda manzara shu Taqachini o'zida Nazarbek mo'sidan Ko'kcha tarafga qarab yurganingizda gideta 300-400 metrdan chap tarafda joylashgan Nobodagi. Eslatib o'taman, bet va boshqa joylarni boradigan joylarimizning lokatsiyasi Telegram kanalimizda bo'ladi. O'sha yerdan topasizlar bo'ladi. Mayli, keting, shakil ko'ramiz. Aka, xorbeylar, assalomu alaykum. Charchasiz, sog'-salomat, yaxshisizlar? Aka, haggi bormi? Qanaqasi? Sirli oddiy. Sirli oddiy. Sirlisidan berasiz. Uni razmericha? Bir xil bo'ladi. Bir xil. Eng kattasi ham, eng kichkisi ham bir xil. Bu o'sha sirlidan berasiz. Xo'p, bizni buyurtmalarimizni berib oldik. Bu yerda o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish, tepasiga magnit qo'yib qo'yishgan, chekimiz berishdi, chekki nomerlari bor. Shu nomer bilan bizdan chaqirishadi. Kelgan yana bitta eng qiziq taraflardan bittasi, bu yerda yetkazib berish xizmatiga juda ham katta urg'u berilgan. Shu joyi o'zida bir 4 ta 5 ta yetkazib berish uchun maxsus mashinaligi bor. Tirs yetkazib borishadi. Mayli. Chekimizdan joylashtiramiz. Xo'p, bizni buyurtmalarimizni oldik. Mana shunday holatda chiroyli hisob berishdi. Xo'p, endi buni ochib ko'ramiz. Bu elektronniy menyu ekan. Telefondan foydalanib shu skaner qilsam, telefonga menyu chiqarib berar ekan. Ochiqni aytganda mana shunga fikrim bo'ladigan bo'lsa, menga oddiy o'zimizning menyuyimiz qulaydi. Chunki telefon zaryadkasi bo'lishi mumkin. Kimdir telefonni yaxshi tushunmas. Mayli, necha bu boshqa masala. Mana xolodesimiz ekan. Xolodesimizni shu turishi 35 ming so'mga narxi, ko'rinishini qarang. Faqat go'sht. Hozir buni men yeb ko'rib mazasini aytaman. Haggining ko'rinishi, ichida pomidor, bodring, svejiy holatda bo'lar ekan. Sous solib berishgan, maxsus sous, menimcha o'zligi tayyorlashgan. Ichida siri bor, biz sirligini buyurtma qildik. Katta kichikligi bo'ladigan bo'lsa, mana qarichimda bir qarich chiqyapti. Ovozlari ham rosa yoqimli chiqayotgan bo'lsa kerak. Menda rosa qarxilyapti. Nonini tosterga bosib berishgan, lekin ochiqni aytganda baton nonni o'zi sal quruqroq bo'ladi-da. Buni yanada sal sochnilashtirish uchun endi bu so'zni o'zbekchasini topolmadim. Suvlilashtirish uchun deb qo'yinglar. Bo'lmasa qaysidir ma'noda maxsus so'z, mayonez, ketchup o'xshagan narsalardan ko'proq foydalansa, mana shunaqa holat bo'lmaydi. Lekin bu yerda ham so'z solingan, u qaysidir ma'noda sal kamlik qildimi bilmayman. Mana masalan, mana bunaqa joylarga yetib kelmagan, bosh taraflariga ham. Odam yeganda birinchisini o'zida o'sha sochnilikni xohlaydida, sochnik bo'lsa, o'sha boshqacha hissiyot uyg'onadi odamda. Bir necha marta tishlashdan keyin sirli joyiga yetib keldik. Sirli joyda o'sha mazasi butkul o'zgarib, zo'rlashib ketdi. Xolodesni yon tarafdan ko'radigan bo'lsangiz, tepa tarafigacha go'sht bo'lib turibdi. Bu o'sha suvli joyi kam solingan hisobida-da. Siz hozir masalan 35 ming so'm pulga go'shtli xolodes sotib olasiz-da. Suvli joyini ham qaysi ma'noda pulga sotayotganingiz yo'q. Alhamdulillah. Xo'p, buni holati o'z kesib qo'lga tayyor bo'lar ekan, is tushirib qo'ygan. Bismillahirrohmanirrohim. Xolodesdan matalashkali, payli suylarni mazasi kelar ekan. Bir martalik idishga solib chiroyli qilib berishgan, lekin qo'shimchasiga yoniga o'sha likopcha qo'shib 4 tagina garchi solib bersa, vashli ideal bo'lardi. Xo'p, bu bo'lsa bizning shikolatli pishirig'imiz, yonida qoshiqchasi ham bo'lar ekan. Siz o'zi mana bizani ko'rayotgan odam, bizani ko'rayotgan odamimiz mana 1, 2, 3. Siz o'zi Taqachi Foodga kelganmisiz? Bu birinchi savol. Agar kelgan bo'lsangiz, bu yerda aynan nima yegansiz yoki har doim ko'proq yeysiz? Mana shu haqida ham izohlab yozib keting fikringizni. Xo'p, ustida bunaqa mevasi bor ekan. Mana shuni men cherniki deb o'ylasam, bu golubik ekanmishmi? Ikkalasi bir xilmi? Bilmayman, xullas.
Mana ustki qismini yogurtli sirmi, yogurt mazasi kelgan. Agar kechasi ko'rayotgan bo'lsangiz, rosa qiynalyapsiz a. Kechiring endi menda ayb yo'q. Taqachidagi mashhur taqachi foodni haggilarni ham yeyapsiz. Haggini mazasi yaxshi. Ichiga souslarni solib berishgan, razmeri ham anchagina katta, go'shtlari ham katta, qop-qora go'sht solib berishgan ekan. Lekin ochiqni aytganda menga saqal quruqroq o'xshadi. Agar tosterga bosilmaganda bundan ham quruq bo'lardi. Kimdirlar mayonez ketchup qo'shib yesa, balkim quruqligi ketar. So'rasa yana berishadi mayonez ketchupni, lekin men so'ramasa shunda o'zini holati deganimda, sal quruqga o'xshadi meni nazarimda. Xo'p, buni narxi keladigan bo'lsa, sirli xuddogimizdan narxi 50 ming so'm bo'ldi. Umumiy summasi o'zi 113 ming so'm puli bo'ldi. Amma men bu yoqqa 8,5 ball berishga qaror qildim. Xo'p, bu yerda masalan tushunib oldinglar, Navoda lokatsiyasi ham kanalda bo'ladi. Ish vaqtiga keladigan bo'lsa, ertalab soat 9 dan kechasi 2:30 gacha ishlasharganda, agar hozir где-то 11, 12, 1 lar atrofida ko'rayotgan bo'lsangiz, telefon nomerligi bor. Shuna telefon qilsangiz, uyingizgacha xudo xohlasa yetkazib olib borib berishadi. Chunki bu yerda u burchagida ko'rayotgan bo'lsanglar, parkovkada o'sha taqachi foodni maxsus mashinalar turibdi, sparklar. G'iz yetkazib, xudo xohlasa ishlashadi. Ha, aytgancha bitta ma'lumot. Bu joy 2000-yildan beri ishlasharganda, 2017-yilgacha boshqa brend nomi bilan ishlashayotgan bo'lsa, 2017-yildagi taqachi food bilan almashtirib, o'sha ismda hali ham faoliyat olib borishayotgan ekan. Salkam 27 yil, 25 yil bo'libdi ekan. Bir pasda mayli. Biz o'z gapimizdan sal qisqaroq qilamiz. Keyingi mavzuda tomon yo'llaramiz. Solg'a. Bizni keyingi manzil Chilonzorda joylashgan Smash Burgerga keldik. Bu Smash Burger shaharda bir nechta filiallari bor ekan. Ko'pchilik bu Smash Burgerni Club Sandwich bilan yaxshi taniydi. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda haggini ham juda ham sifatli, katta tayyorlashadi deb aytishdi. Kirib boqaylik shunaqa ekan. O, jing'ir-ku bu yoq. Yengil nafasi. Xonimlar, assalomu alaykum. Charchasizlarmi? Haggilar bor-ku, a? Qanaqalari bor edi? Faqat ikki xili bor. Sal kichikroq, sal kattaroq. Yo'q, mana shu bitta kattasini tayyorlab berasiz. Ichiga bu narsani berasiz. Undan tashqari bu yerda pitssalar ham bor ekan, desertlar bor ekan, free. Xo'p, biz buyurtmalarimizni ham berib oldik, lekin buyurtma berib bo'lganimizdan keyin shetdingizlar o'tirib olib ketasizlar deshdi. Shetdingizlar o'tirib qarorlashadi deshdi. Aka o'zimizdan zakazlar keldi, endi kech, lekin biz zakaz berib bo'ldik. Buyurtma berib bo'ldik to'g'rirog'i. Mana shundan joylashib olamiz. Ichkari chiroyli qilib yasatilgan, kattagina, bejirim va ayoqda gullar bilan to'silgan, o'tirsa bo'ladigan joyligi ham bor ekan, yaxshi. Biz Chilonzordagi filialga keldik. Bizdan men o'zim yashagan mahallaning tarafida ham Selxoz chorrahasida ham bu joy yana bitta filial bor. 7 odam, lekin anchagina gavjum. Bu yerda balkim bugun haftani ish kuni bo'lganligi uchun sal kamroqmikan yoki bilmayman, yoki biz shunaqa mahal kelib qoldikmi? Odam sal kamroq ekan. Mabodo o'sha Chilonzorda ham Smash Burgerda bitta sho'basi borligini balkim ko'pchilik bilmas. Mana bu yerda ham sho'basi bor. Undan tashqari shahar bo'yicha 5 ta, shahardan tashqarida umumiy hisoblaganda 5 ta filiali bor ekan. Yashang aka. Oho! Aka rahmat. Biz bitta o'sha katta big hakki buyurtma qilganmiz. Yonimizda free kartoshka fries bilan birga souslar olib berishdi. Men qarang kattaligini, boyaga esingizda bo'lsa bir qarachim edi. Yana shuncha joy ortiq qo'yapti. Mana bu yoqdan solishtiradigan bo'lsak, endi bu big bo'lganligi uchun. Endi qaysi ma'noda bu joyga yoki tayyorlovchilarning aybi emas. Endi bu qaysi ma'noda qonun bo'lib qolgan. Mana bu joyda ozgincha nonni oxiriga ochmaydi. Bo'lmasa yorilib ketadi. Shuning uchun biz go'shtigacha kelguncha 2-3 ta ishlashimiz kerak. Shuning uchun tekis mana shu o'rtasini bo'lib qolamiz. Noniga e'tibor bersangiz, toster bosilmagan ekan, yumshoqqina non bo'lib turibdi. Xo'p, mana bu haggini o'zi ichki ko'rinishi bor. Ichida chipslar ham bor ekan. Karom emas bu, iceberg. Iceberg o'zbekchasi qanaqa tarjima bo'lishini ochiqni aytganda hozir xayolim kelmayapti. Bu yerda pomidor bodriylari ham bor, sveji. Barra holatiga pomidor bodriylari bor. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi tishlaganim o'zidan suvliligini his qilmayman. Bu degani tushunarli bo'lishini aytaman. Sochliligini sezilyapti. Ichida souslardan tashqari mayonez ham qo'shib berishgan. Mana shu free nam tazasini ko'raylik. Mana bu sousligi ham juda ham mazali ekan. Katta e'tibor berishim kerak bo'lgan joyi stolimizda. Xo'p, ketchup, chili sous, mana bu yerda mayonez bo'lsa kerak, mana bu yerda shakar alohida, chunki choy yoki qahva buyurtma qiladigan bo'lsangiz, shakar ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Mana shunaqa narsa hamma stolda turibdi. Endi ayoqdagi stollarning usti menga ko'rinmayapti-yu, lekin mana bu yerda turgan hamma stollarning usti turibdi. Bu narsani biz kelganimizdan ko'rib qo'yib qo'shganligi yo'q, bor turibdi, chunki ishdan birinchi kirgan o'zida turganida. Mana shu narsani kerak bo'lsa
normalniy summa aylantiradigan oyiga ham yiliga boshqa brend egalari o'rgansa bo'lar ekan. Smash burgeri haggisi ham yeb ichdik. Haggimizni narxi 40 ming so'm ekan, eng kattasi. Umumiy summamiz 78.100 so'mlik bo'ldi. Men bu yoqqa 9 ball berishga qaror qildim. Ochiqni aytganda, kattaligiga qaramasdan ichlari anchagina suvlikkina, o'sha mayonez ketchupli, mayonez aralashtirib qo'shib berishgani juda ham nur ustiga alo nur bo'lgan deydimi? Shunaqa bo'lgan. Undan tashqari o'zini sovusi ham bor. Sovusdan tashqari holatda aymasdan mayonezlarni qo'shib, solib berib chiroyli qilib berishgan. Haqiqatda big haggisi kattagina ekan. Xo'p, bu yerda manzilga keladigan bo'lsak, Cho'pon ota ko'chasi, shuna Chilonzor ro'dasining yonginasida. Boshdan to'g'ri yursam Bunyodkor stadioni, bu yoqdan to'g'ri yurib T'ga taqalamanda, o'ng yursam Haytek machi, chapga qarasam Afrus to'yxona. Ish vaqti keladigan bo'lsa, ertalab soat 8 dan kechasi 4gacha ishlar ekan. Bemalol Navoda telefon qilsanglar, yo buyurtmani olib borib berishadi yoki o'zingizlar kelib yeb olsanglar ham bo'ladi. Ketdik bo'lmasa keyingi manzilga. Biz Sergeli 3-bekat yonidagi Mehrigiyo ko'chasiga ham kelib oldik. Chunki bu yerda Muxlisi Somsa degan joy bor, oshxona bor. Nimaga Haggili mavzusida Somsaxonada yuribsan deydigan bo'lsangiz, bu Muxlisi Somsada nafaqat Somsa, balki o'sha big lavash, haggi, yana shunga o'xshagan narsalarni maromiga yetkazib tayyorlaydigan joy bor. Biz o'shani sizlarga ko'rsatgani, tanishtirgani keldik. Hozir sizlar bilan ishga kirib, haggini qaysi darajada qanaqa tayyorlashligi, narxini eshitishlik, xullas hamma ma'lumotlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Alloh. Xo'p, biz ichkariga kirib oldik. Mana shu ko'chadan kirib kelish eshigi. Okadan mana hozir zakaz oldim. Oka, xormay assalomu alaykum. Charchasiz, sog' salomat, yaxshisizlar? Ha, oka, bizga haggi kerak edi. Haggilar bormi? Haggilar bor mana, oka. Ha, mana bu yoqda. Mana bu haggilarni, lavashlarni, burgerlarni, shaurma, strips. Bu bizda paytda qanotcha yoki file deylardi. Shunaqalarning menyusi orqasida hech narsa yo'q ekan. Bu yoq bo'lsa mana Muxlisani tanitgan somsalarning menyusi. Bitta 13 xil somsa. Oka, qarang, bizga bo'lmasa bitta haggi qilib berasiz. Haggini qanaqalari bor? Haggi o'zi faqat bir xil bor. Mana shu baton yarim qiladi. Fransuskiy batonga. Ha. Noni shu xursandchilik qilib beriladi. Xo'p, biz buyruq bilan berib oldik. Men qatdan gapiryapti deyapmiz. Mana shu eshikdan chiqib kelaman mana. Hop, biz buyurtmamizni berib oldik. Bu birinchi qavatdagi zalligi yoki o'tiradigan joyligi, shunday yon tarafidan ikkinchi qavatga ko'tarilsa bo'ladigan joyligi bor. O'sha yerdan chiqib biz ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda ham bularni chiroyli va shinam joyligi bor ekan. Mana fast food ikkinchi qavatda bir eshik yozib qo'yishibdi. Xo'p, mana bu ikkinchi qavatdagi zallik ekan. Zalda ham odam ko'p. Homiylar salom chashlan. Biz bo'lsa mana shunda sekin joylashtiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ey, yashang, rahmat kattakon. Xo'p, bizning buyurtmalarimiz ham keldi. Mana bu somsa ko'rinishi ikkitasi, yonida sous bilan. Bunimiz bo'lsa o'sha olib ketganlaridek faqat bir xil ko'rinishdagi haggimiz. Yarimta o'sha baton nonga qilib berishibdi, ustida toster holatida. Xo'p, ichidagi narsa bo'ladigan bo'lsa, u mana ham holatdagi go'sht, pomidorlar, sous ko'rib turganingiz bunda ham sousdan tashqari mayonez qo'shib berishgan, sababi o'shani quruqlik holatini ketkazish uchun, yo'qotish uchun. Xo'p, bu yoq tarafida sag'ali go'shti kamroq non joyli bor edi. 1-2 marta tishlagandan keyin asl mazasini aytib beramiz sizlarga. Bismillah. Xo'p, haggiga solingan sous haqida gapirmoqchiman. Sousini tuzlari shunaqangi me'yordan sal balandroq qilingan, yeganingizda odamga yoqimli hissiyot beryapti. Sousning mazasi menga yoqdi. Ochiqni aytganda, shu paytgacha borayotgan joylarimizda hamma haggilarning mazasi yoqimlilikdan bir marta yegingiz kelsa va tishlaganingizda yana tishlashga majbur bo'layotganda hammasini yeb qo'yaman-da. Operator ham o'zi teng yarmidan bo'lib berardim o'zi odatlarda. Hozir o'zlariga sotib olib, boshqa olib yeyapti. Bittasini o'zim yeb qolmay, yaxshi xudo xolasa haggilarning mazasi yaxshi. Odatda haggini noni quruqroq bo'lib qoladigan odamni me'dasiga ham, asabiga ham tegadigan narsa shu bo'lar ekan o'zi aslida. Bitta shu narsani yo'qotish maqsadida sal ishlov berilsa, shu mayonez ketchuplardan ozgincha qo'shimchalar berilsa, mana shu ideal bo'lib ketar ekan xudo xolasa. Bu bo'lsa bizning somsalarimiz. Bunisi go'shtli, bunisi tovuq sirli bo'lishi kerak. Hamir qimir qotdi deydi. Mana shunaqa hissiyot bo'lsa kerak o'shanda tushunganda. Somsaga qaysidir ma'noda ko'proq mehr berilganligi uchun ham bu joy somsa ko'targan o'zi. Yo'q, qolgan narsalar ham yaxshi. Birinchi bo'lib o'sha muxlislarni tanitgan narsa somsalar bo'ladi. Bu bo'lsa go'shtligi. Ovozini eshitmayman, ovozini. Bunaqa sousdan qo'shib yesa, yana ham jozibali bo'ladi.
Men bilishim bo'yicha bu Muxlisa somsani boshqa tumanlarda boshqa sho'basi yo'q. Menimcha bitta shu joy, agar adashmayotgan bo'lsam, agar bilsangiz izohlarda yozib keting, bor yo'qligini. Keyin mana shu yerda Sergelida odatda turadiganlar bu yoqqa kelib ko'rgan bo'lsa, yeb ko'rgan bo'lsangiz, somsalarni yoki haggilarni o'zingiz fikringizda yozib keting, qay darajada to'g'ri gapirayotganligimni. Biza Muxlisadan ham chiqib oldik. Xo'p, haggini mazasiga keladigan bo'lsak, ochiqni yechish kerak. Mana shu hozirgi borgan joyimizdan eng yoqqan haggi menga shu bo'lib turibdi. Chunki kattaligi ham yaxshi, narxi ham yaxshi, ichiga solinayotgan masalliqlar hammasi yaxshi, menga yoqdi. Buni narxiga keladigan bo'lsa, narxi 45 ming so'm ekan. Somsalarimiz go'shtligi 12 ming, tovuqligi 10 ming so'm, umumiy summamiz 76 ming so'm pul bo'ldi, ko'rishingiz mumkin bemalol. Hop, bu yoqni manziliga keladigan bo'lsak, shuni mana bu yangi tushgan metroning liniyasi 3-bekatdan shuni o'ngga qaraganligida o'ng tarafda joylashgan. Men bu yoqqa 9,5 ball berishga qaror qildim. Shunaqa, endi asl bahoni o'zingiz kelib yeb ko'rsangiz, haqiqiy bahoni o'zingiz berasiz. Yoki bitta kommentariyaga kirib ko'rsangiz, kommentariyada ham, izohlarga kirib ko'rsangiz, izohlarda bu joy haqida o'zligini fikr mulohazaligini kelib ko'rgan odamlarni fikrini o'qishingiz mumkin. Qay darajada meni gaplarim to'g'ri kelishini solishtirib ko'rasiz. Keyin kelish kelmasligini hal qilsangiz bo'ladi. Biz bo'lmasa keyingi haggimizga yo'l olamiz. Keyingi haggi bizdan kutib turibdi. Kunni qop-qorong'i bo'lganiga e'tibor bermaysiz. Biz uzoq tirbandliklarda turib, u tochkadan, yo'q, u nuqtadan bu nuqtagacha Ko'kcha chorrahasiga ham kelib oldik. Agar ko'rib turgan bo'lsanglar, o'sha Ko'kcha masjidining minorasi ko'rinib turibdi. Bu yoq bo'lsa, Nurafshon yo'li bilan kesishgan chorrahasi. Biz xuddi o'sha yerga kelib olganmiz, chunki bu yerda Pit Stop degan yangi ochilgan fast food tayyorlaydigan oshxona bor ekan. Bu joyda ham bizga tavsiya qilishdi. Haggilarni juda ham noyobini tayyorlashayotgan ekanmiz. Hozir sizlar bilan joyga kiramiz. Narxi qanaqa, mazasi qanaqa, birgalikda ko'rib chiqamiz. Salomlik, charchasizmi, sog'-salomatmisiniz? Xo'p, bizga haggi kerak. Haggi bitta, voy, u assortimentiga yo'q. Rosa bitta turli xil-ku. Yoki bo'lmasa bizga bitta haggi berasiz. Ha, shet deyishga yana qo'shimchasiga nima narsa olsak bo'ladi? Nuggets, xalta, qayoqcha, yostiqcha, qoptoqcha. Ha. Ikkalovida ichida siri bor. Hop. Ya'ni sirli mahsulot. Qolganlari to'g'ri. Bo'lmasa-chi, yo undan yo bundan bitta anaqa yasab berasiz, bir kishilik qilib. Hop, bizda buyurtmalarimizni berib oldik. Shuna kirganning o'zida buyurtmalarni shu berib, zakaz qilib, kerakli narsa, shirinliklarni tanlab olsa bo'lar ekan. Bu yerda mana kattagina zal. Zal ham anchagina shinam, eng asosiysi yorug' ekan. Hop, bizda buyurtmalarimizni oldik. Mana bunaqa ko'rinishda solib berishibdi. Bu bo'lsa shirinligimiz. Hop, biz ham o'sha mol go'shtini buyurtma qilgan edik. Razmerini ko'rishingiz mumkin. Bir qarich, meni qarichimda. Ichini bo'lsa yaqinroqdan ko'rsatsangiz, go'sht yaxshigina solingan, ichida bodring ko'rinmadi, faqatgina pomidor, pishloq va sos go'sht. Buni tagida nima solinganligini hozir buni tagi ham go'sht bilan to'ldirilgan. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, nonli qismi kattagina bunda ham. Bu tabiiy hol, shuning uchun uni o'rtasida bo'laveramiz. Boya bo'lganimiz vaqti zo'r ketdi. Bitta tishlagani o'zida o'sha go'shtli joydan tishlab mazasini tezroq tushunishimizga yordam berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ochiqni aytganda, boyaga kelayotgan haggilarimiz issiqroq, qaynoqroq edi. Bunda sal qaynoqdan tushgan holati bor. Go'shtni qanaqa emas, qaynoq emas. Sahal odatdagidan quruqroq. Mana bu yerda o'sha sirimiz solingan, sirimiz ham unaqa oxirigacha erib, cho'zilib ketadigan holat emas. Bu yirtilyapti-da, cho'zilmayapti. Ozgincha issiqroq bo'lgani, o'sha вообще emas, juda ham ideal. O'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Xullas, ideal so'zini o'zbekcha tarjimasini topamadim. Bilsangiz izohlarda yozib keting, keyingi safar foydalanaman. So'si ham qaysidir ma'noda sal kamroq solingan. Sal menga bu haggi sal quruqroq bo'ldi. Va go'shtida ham ozgincha achchiqlik bor ekan. Shu narsasi menga ochiqni aytganda yoqqani yo'q. Balkim kimgadir juda ham qo'l kelar, juda ham xushxo'r bo'libdi, juda ham ishtaha ochar bo'libdi der. Bu meni o'zimning fikrim, sal achchiqligi seziladi. Bu haggini siz tayyor bo'lgandan keyin gapirgansiz 2-3 marta yo'q, unaqa narsa yo'q. Shunda oldim, olib keldim, ikkiga bo'ldim, yeb ko'rdim. O'sha holatda menga sovugiga o'xshadi. Va biz undan keyin mana bunaqa sharikcha nima bo'ladi? Koptokchalarmi? Koptokchalardan ham buyurtma qilgan edik. Buni ikkalasining ichida pishlog'i bor. O'sha to'rtburchagining ichida ham, dumalog'ining ichida ham. Mana bu mazasi yaxshi ekan. Shakli shu yastiqchaga o'xshirgan. Oti ham yastiqcha ham shunda. Yastiqcha uxlashdan oldin yirgansizda. Ustiga
narsa sepilgan yoki qovurilgan narsasi qarsilloligi ham juda ham yaxshi, mayin. Issiqligi ham juda ham me'yorda. Xo'p, endi navbat keyingi navbatga bizga bunaqa shirinli buyurtma qiluvdiga olib kelib berishdi. To'g'riroq o'zimiz turib oldik. Bu karamelli ekan. Marojniyni cho'pchasiga o'xshagan narsa tiqib qo'shgan ekan, o'shaning uchun bemalol qo'lda tishlab yesa bo'lar ekan. Bo'lmasa qoshiq ham berishdi. Ochiqlanayotgan mazasi yaxshi, lekin o'ta shirin ekan. Buni achchiq qahva bilan ichish kerak. Biz haggilarimizdan urib chiqdik. Haggini mazasi ochiqlanayotganda yaxshi. Faqat aytganimdek menga sal quruqroqga o'xshadi, quruqlik qildi. Garchi mayonezi bo'lsa ham, undan tashqari ozgincha murch qo'shib berishar ekan shekilli, murch ta'mi keldi, sal achchiqligi bor edi. Shu tarafi bo'ldi menga. Xo'p, buni narxi keladigan bo'lsa, 48 ming so'm mol go'shtli haggimiz, umumiy summasi bo'lsa 99 ming so'm pul bo'ldi. Ichimligisiz yegan shirinligimiz bo'ladigan bo'lsa, alohida hisoblanar ekan. Buni narxi 40 ming so'm bo'ldi. Umumiy summam shunda 139 ming so'm pul bo'lyapti. Men bu yoqda 7 ball berishga qaror qildim. Biz bo'lmasa oxirgi 5-joyimizga boramiz. Aytgan haggilarni xudo xolasa yeb, mazasiga baho berib, bor narsani maksimal darajada ko'rsatib, yoritib berishga harakat qilamiz. Ketdik. Va nihoyat biz 5-joyimizga ham yomg'irlarda kelib oldik. Biz 5 ta joyi videoga olganimizgacha ham ketishdi, ham yomg'ir yog'ardi, mayli. Bu joy Qoraqami, shunday G'alaba bog'ining chorrahasida joylashgan, Chicken House ekan. Bu joy ham bizga ko'pchilik tavsiya qildi. Ma'lum bo'lishicha, bu joy o'sha Donik Vines blogeri hozirgi paytda yurg'izayotgan, xo'jayinlik qilayotgan joylari ekan. Hozir bilan aytishga kiramiz. Narx qanaqa, mazasi qanaqa birgalikda ko'rib chiqamiz. Olg'a. Xo'p, bu ko'cha tarafdan kirib kelish joyi, bittagina zal, o'tirishga stol-suli taxlab qo'yishgan ekan. Buyurtmali bo'lsa, bitta beriladi, eshik bab yopilmay qoldi. Bu yerda bo'lsa berilar ekan. Menimcha bitta o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish. Hormanglar, assalomu alaykum. Aka, hormang, charchingiz. Mana shu menyu to'g'rimi? Xo'p, yengilliklar ham bor aka. Xo'p, yengillik hozir alohida qaytamiz. Bu yerda haggi bor ekan. Bizga haggi kerak bo'ladi. Haggining ikki xil ko'rinishi. Haggi katta, haggi katta sirli. Kichkinasi ham bormi? Kichkinasi yo'q. Bo'ldi, mana shu haggini o'zi 30 ming oddiysi, 33 ming shunda pishloqli variant ekan. Bizga mana shu 33 mingdan bitta qilib berasiz. Bizga buyurtmalardan berib oldik. O'sha haggini kattasidan pishloqligidan aytdik. Undan keyin yana bitta yengillik qilish kerak ekan. Bu tovuqning qanotchalari. Okay, olib ko'ring, sizga yoqadi dedilar. O'shandan ham bitta buyurtma qilib yubordik. Yonida frilar bilan tayyor bo'lar ekan. Ichishga o'sha kun sovuq qoldi, yomg'ir ham yog'ardi. Ichishga issiqroq narsa buyurtma qildik. Hozir buyurtmamiz tayyor bo'lgandan keyin bizdan chaqirib olishadi, olamiz. Ungacha biz sekin joylashib o'tirsak ham bo'laveradi. Mana shunda o'tira qolaylik. Xo'p, bizning buyurtmamiz tayyor bo'ldi. Bu haggi bilan limon choyimiz. Tovuq qanotlari bo'lsa, hozir bir necha daqiqalarda xolos tayyor bo'ladilar. Xo'p, bu bo'lsa bizning haggi ko'rinishimiz. Lekin menga ochiqlayotganda nonni juda ham yoqdi. Ko'rinishi, razmerlari. Ko'rasizlarmi? Ana uzun baton nonni yarim emasdi. Bu maxsus shunaqa non ishlab chiqarilgan. U ichini ochib ko'radigan bo'lsangiz, haggiligi tovuqdan tayyorlangan bo'lar ekan, tovuq go'shtidan. O'shani sirsiz ham, pishloqsiz ham tovuq go'shtidan demak. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasi yaxshi, ketchuplari ko'pgina bo'lar ekan. O'sha solingan ketchupi, achchiq ketchup ishlatishgan. Ikkiga yana bitta maslahat, agar mashhaggidan yeydigan bo'lsangiz, men salafanni oxirigacha ochormayman. Men ko'rinish ko'proq ko'rinsin degan ma'noda salafan olib tashladim, degan to'kilib ketadi. Haggini ichiga sous emas, ketchup solib foydalanishar ekan. Itiga salatli list solib berishgan, salatli listiga kitir-kitirligi juda ham yoqimli ifor beradi. Va undan tashqari tagiga barra holatdagi bodringni, ikkiga ustiga bo'lsa, tuzlangan bodringni ingichka kesib qo'yib bersak, bu ham juda ham yoqimli hissiyot beradi odamga. Xo'p, biz yengillik bo'lgan tovuq qanotini olib oldik. Ochiqni aytganda, tovuq qanot deganlarida meni xayolimga yog'da qovurilgan u usti xrustyashi bo'ladi. Kumur-kumur bo'lgan holatdagi tovuq qanot xayolim kelgandi. Yo'q, bu tabaka sifat qilib, tabakiga o'xshagan holatdagi tovuq qanot ekan. Xo'p, buni endi bo'llik issiqqinada xohlasa tutunlar chiqishyapti ko'rasiz, parlar, bug'urlar chiqyapti ko'rasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tovuq qaysi ma'noda ana sachokda pishgan bo'ladi. Tabakani faqat qanotli variantiga mazasi juda ham yaqin ekan. Ikkita suyli joyi. Mana birinchi suyiga bu chiqishni qarasangiz, mana ikkinchi suyiga. Bitta botirib yeyishga maxsus sous saylab qo'ysa, maxsus sous saylab qo'yilganda, baxshi
mukammal bo'lardi. O boyagi so'z idealli, anaqa o'zbekcha tarjimasi mukammal mana. Xo'p, tovuq qanotchalarini mabodo yeb bo'lganingizdan bitta ikkita qolib ketsa, olib ketishga oson bo'lsin uchun mana bunaqa maxsus alyumin idishga solib yashagan. Buni yonida ozgincha idish anaqa fri ham solib yashagan. Frining mazasiga frini ochiqni aytganda o'sha sousga botirib yegan, вообще mukammal bo'lardi. Afsus sous yo'q ekan. Faqat fri ham mashq turishi bir 45 1 soatlar oldin pishgan friga faqat. Bilmadim qanaqa usulda pishirilgan bu, lekin menimcha kitobida yozilgan deydiki pishirilgan bo'lsa kerak. Chunki frining holati to'g'ri, sovuq, lekin shalpayib bo'shashib qolmagan. Hali ham o'sha kiritiladigan holatida turibdi. Usti qattiqqina-da, anaqa masalan, mana qimlatsangiz ham anaqa qiycha ketayotgani yo'q. Sovuq da bo'lsangiz, bo'lyapti. Chicken house ham maxsus nonlarga qilingan haggisini yechdi. Haggining mazasi yaxshi. Ochiq aytgan tovuq go'shtligi menga yoqdi. To'g'ri, nonining mazasi juda ham noodatiy ekan, turk nonlariga o'xshab ketar ekan. Ichi lekin ozgincha quruqligi bor. Keyin ketchupni o'rniga maxsus qayla taylaysa, bu juda ham zo'r bo'lardi. Ketayotgan mijozga qaysi ma'noda harakatligi sezilardi. Bundan tashqari, frisi ham sal suvroq keldi. Mayli, fri ham ko'z yumsa bo'ladi. Lekin tuzlari juda ham joyida. Yegan sari yegingiz keladigan fri. Faqat sous yetishmadi. Hop, buni narxi keladigan bo'lsa, haggimiz 30 ming so'm, limon choyimiz 8 ming, tovuq qanotimiz 40 ming, umumiy summamiz 78 ming so'm pul bo'ldi. Men bu yoqqa 7 ball berishga qaror qildim. Manzilni bilib oldinglar. Shunaqa G'alaba bog'ining chorrahasi yonginasi Novodoga aniq joylashuvi Telegram kanalimizda bo'ladi. Shu bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoni to'xtatmasdan oxirigacha ko'rganingiz uchun sizga alohida rahmat. Video haqida, borgan joylarimiz haqida izohlarda fikringizni kutib qolaman. To'g'ri borildi, yaxshi borildi, to'g'ri ta'rif berding, noto'g'ri ta'rif berding, men yeganda mana bunaqa edi yoki mana bunaqa edi degan ma'nodagi hamma fikringlarni kutib qolaman. O'qib chiqaman, to'g'ri, menga o'qib chiqish osonroq har bittasiga javob bergandan ko'ra, keyin buni inobatga olib qo'yaman. O'shaning uchun ko'rmayapti, o'qimayapti degan fikr bo'lmasa, hamma kommentariyalarni xudo xolasa men bo'lmasam sheriklarim menga yetkazishadi o'qib. Keyingi olinadigan video nima haqida bo'lishini xohlashingizni ham izohlarga yozib qoldiring. Keyingi safar video olishni rejalashtirayotganimizda shu narsani inobatga olamiz. Keyin men statistikani ko'rdim. Obunachilar soni, obuna bo'lmasa ko'rayotganlar soni mingtagina kamayibdi, mingtagina odam qo'shilibdi. Bunaqa bo'lmaydi, biz sizlar uchun harakat qilamiz. Obuna tugmasini bosib qo'ysanglar, juda ham oson narsa. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.